Bizda mana balaqaylar bilan mana ketyapmiz mana. Bekitib o'tirmaymiz, Dubayga ketyapmiz. Kim bekityapti? Yo'q, o'zi qayerga ketamiz topib berishadi. Topinglar, ketyapmiz. Dubayga. Xullas, unaqa ko'pga emas. Bir sutga ketyapmiz. Nima keragi bor shu narsani, Abdurahim? Dubayga bolalar bir 4 marta, 5 marta chiqishdi, men 1 marta chiqqanman. Bizning aybimiz yo'q. Ne sen reisga o'zingga borapsan? Yo, itda yalinib chiqolmadim desangdami? Yalinib, pul so'rab hammadan. Yo, hammadan emas, so'rasam o'zim kamadan deb bolalardan so'raganman. Bilasanmi? Kimdir bersa-chi, itda qopdirding-ku. Menga takliflari ko'p chiqqan, tekinga jo'natishga. Men g'ururim yo'q qo'ymagan, o'zim pulimga o'zim chiqaman deganman. 5 tani qani отказ qilganman. Bittani. Hozir qiziq bitta vaqt aytding. Mana ketayotgan biletlaringga men to'laganman, u pulni hali bermagansan. Va! Senlar tekin biletlaring bor edi, men mayli. Yo'q, sen haqingda gap ketyaptimi? Hop. Ber pulni hozir. Bu nech pul? Hozir ber. Ber, yaxshi. So'mda-ku. Yaxshi o'zing puliga aytmoqchiding-ku. Xullas biz Dubayga yo'l oldik do'stlar. O'zim pulimga barga beramanmi? Qachon berasan shuni? Просто men bilet olishga boraman, ular to'lib yubordi. Men senga to'lang dedim-mi? Bo'pti, bor ketma, xolos. Bor. Yo'q. Men tashlab ketsangiz zerikarli bo'ladi. Ay. Hech bir zerikarli bo'lmaydi. Hechchammi? Nimaga? Bir mazza qilib kelamiz o'zimiz. Men siz mazza qila olmaysiz, chunki men hammani kuldira bilasan-ku. Nima deyishingga taq. Noto'g'ri tushunmayapsizmi? Aka, burningizdan balo qilamiz xullas. Mana o'sha inson, xalq aniqlab bergan odam, Sodiqov Azim 1999-yilda tug'ilgan odam mana shu bo'ladi. Assalomu alaykum, men ketyapmiz buni. Prosta o'zingiz ayting, nima bo'ldi, nima qo'ydi? Shu xalqdan intervyu olib, mana ketyapmiz Dubayga, xudo xolasa. Yo'lga chiqyapmiz. O'zingizni xabaringiz ham yo'q edi? Yo'q, o'zim ham xabarim yo'q edi. Endi uyat bo'ladi, allasa bunaqa temalarda qarchi. Ular velayotdilar, san rahmat otdi. Uyasiz qoling deyaptilar-da, shunday. Nimaga? O'tganmoch qiz bo'ladi, yo'lga boshlaysa, "Ya, qo'yma." Qo'ysizmi? Yo'q, qolmayman. Qolmayman, deydi. Nesh pul olgansiz, bo'p tushunib bilib olaylik. Ko'proq olganman. Bo'ldi. Значит, zerikmaymiz. Glamiz jigarda pul bor. Bilet bilan aldab qolganini kiydiramiz. Hazil karashdi. Barsin pul ishlatmaysiz, barsin. Dirham ishlatasiz. Mana bu o'chirt ko'p edi, cho'lsam. Uni xos tash top hal qilaman ketuvdi. Xalqqa o'chirdiz kelib qol. Pasport uziladi. Olib kelaman pasportni. Eshitolmay qoldim-da. Boya pasportlaring beriladi, men o'chirtib hal qilamadi. Hal qilish o'chirtib kelib qoldi. Pasportni uzib qo'yganman, nima qilamiz? Tushunmadim. Ya tushundim. Qiz o'tayman degan bo'ldi. Ha, sizni kursdoshlarni qiz uratayapmiz bor-da, to'g'rimi? Menda ayb yo'q. To'xtab tur. Короче, bitta ish qilmoqchiman. Hop. Hozir samolyotga chiqqanimizda samolyotda ashula aytmoqchiman. Uyquga qo'ymoqchiman. Baqiribmi? Ha. Zo'r fikr. Nima ish aytmoqchisan? Aytolmaysanmi o'zi? Men o'zim padeshi qilaman san. Boschiga. Ha, faqat seni paddishga yetmaydi. U endi hayda borsa-chi, aeroport to'xtat, aeroport. Reaksiya qolsin-da, nimadir reaksiya bo'lsin yoki repostni javob ko'p bo'lsin-da, shunga qarab aytgan. Lekin aytolmasam shunga qarab ko'p bo'lsa. Bo'lmasa endi baltun bo'lasan. Ha, unda qilaman, davay. Bizda uchib ketishga tayyormiz. Murod, hayajon yo'q? Nasib yo'q. Men to'g'risi lekin yomon qo'rqaman, haligacha qo'rqaman. Qo'rquvim o'tib ketmagan borib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 3 soat ucharkanmiz. Ular nimadir qildi. Akam mana bizani olib ketadilar. Yo'qmi? Qochdi. Aka, voy, ayol kishi ekan bunda. Rulda ayol kishi ekan. Radoy. Chef. Benzin kelagan. Chig yomon qiziqaman degan kirgizisharmikan? Ruxsat so'rab beraman dedi-ku. Serius? Ha, boya qiz so'rab beraman. Nurullo aka video oldilar. Lekin ichkariga kirish mumkin emas o'zi tegin. Shunday. Agar xohlasang keyin safar gaplashib qo'yaman. Orzularning bittasini amalga oshiradiganman.